Turkiya terma jamoasi jahon chempionatini tark etdi. Ha, biz 48 ta terma jamoaning ichida birinchi bo'lib Turkiya jahon chempionatini tark etadi desa, bundan 20 kun oldin jahon chempionati boshlanishidan oldin umuman ishonmasdik. Lekin turklar ishonchlarini oqlay olmadi. Ularga berilgan umidlarni oqlay olmadi. Turklar dastlab birinchi turda Avstraliyaga qarshi favorit sifatida maydonga tushib, 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Va mayli oldin diktatura bor dedik, lekin ikkinchi turda ham ular Paragvayga qarshi yutishi shart bo'lgan uchrashuvda mag'lubiyatga uchradi. Nima uchun yutishi shart edi bu uchrashuvni? Sababi Paragvay futbolchisi Miguel Almiron birinchi taym oxirida qizil kartochka olib, ikkinchi taymni Paragvay Janubiy Amerikaliklar to'liq o'ngchi bo'lib o'tkazdi va turklar bir kishi ustun bo'lib turib ham bu uchrashuvda hattoki durangga ham erisha olmadi. Bu esa umuman yomon bo'lgan natija. Tarkib yulduzli Arda Güler, Kenan Yildiz, Chalqano'g'lu va bir qancha ajoyib o'yinchilari bo'lgan Turkiya jahon chempionatini mana shunday yomon tarzda mag'lubiyatga uchrab tark etyapti va ularning oldida 3-turda bitta o'yin qolmoqda. U ham hozir fantastik sport formada bo'lib turgan, guruhning favoriti bo'lib turgan AQSh mezbonlarga qarshi o'tkazadi va uchrashuvda yutgan taqdirda ham, 3 ochko olgan taqdirda ham turklarning masalasi hal bo'ldi. Ular guruhdan chiqa olmaydi. Sababini bilasizmi? Ular 3 ochko olgan taqdirda ham ular 2-3 o'rindagi jamoalarga yutqizgan va o'zaro o'yinlarga qaraladigan bo'lsa, Turkiya ularga mag'lub bo'lgan va shunday ekan, Turkiya mundialni mana shunday yomon tarzda tark etyapti. Afsus, mana shunday 24 yil kutilgan orzular yomon tarzda yakun topmoqda. Nima qandaymiz? Turkiyalik futbolchilar va umuman futbol muxlislariga sabr tilaymiz va keyingi turnirlarda ularning jamoalariga omad tilaymiz.